Sharifjon, 1 minut endi, qarang. Siz o'zi qidirib yuruvdi. Qidirib yuruvdim, hozir topdim, mashinangiz bilan tanidim. Ukamiz sportsmen. Qaysi sport bo'yicha? MMA siz a? Ko'pchilik taniydi, mana videolarni ko'ringlar. Hozir qarang, meni videolarim chiqib turadimi sizda? Bitta telefonni oling, ko'raylik. Bitta ko'raylik. Obuna bo'lganmisiz? Voy, nima obuna bo'lmagansiz, nima? Bitta ko'raylik. Kiring. Rosh keramika. Obuna bo'lib qo'ying. 1dan 30 gacha. Necha soni yaxshi ko'rasiz? Bir aka biz chempion bo'lganmiz, birdan yaxshi ko'ramiz. Qarang, men bu dollardan tashqari любой joydan sanayman, xohlagan tarafdan. Yo'q aka, Sanang, sen bu o'yin qonun qoidasi sanang. 20 mingni oling, xohlang 10 mingni oling. Bu sizning taklifingiz, mana. 10 ming olaylik aka. 2 deganingiz 200 ming turgan ekan. Rost ekanmi, obuna bo'lisizmi? $100 yutib olishingiz mumkin edi hozir, agar shartlar bajarilgan bo'lsa. Ukamizni taniganlar, mana O'zbekiston bayrog'ini mardlarcha ko'taradi ukamiz. Bitta kirib, padeshga qo'rasizlar. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Nima deysiz sportsmenlarga? Omad hamma yuzlar yorug'. Obuna bo'lisizmi? Obuna bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat.